Javohir farzandimizga O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan sportchi faxri unvonini tantanali ravishda topshirishga ijozat bergaysizlar. Keling yaxshisi reportajimizga Javohirning o'zi falsafiy yakun yasasin. Qayerda bo'lmay, xoh Amerikada bo'lmay, xoh Yevropada bo'lmay, yuraklari var ezilib ketaveradi, chunki O'zbekistonchalik hech qaysi joy baxt bera olmaydi. Men juda ham xursandman O'zbekiston farzandi bo'lganimga. Shu yurtimizda ko'plab barcha sportsmen, barcha yosh iste'dodlarga yaratib berilayotgan sharoitlarni ko'rib, o'zim xursand bo'laman. Men o'ylaymanki, yurtboshimiz barcha sohada barcha yoshlarni juda ham zo'r qo'llab-quvvatlab kelmoqdalar. Faqatgina biz yoshlardan astoydil harakat qilib, to'xtamasdan ishlash eng katta motivatsiya bo'lsa kerak deb o'ylayman. Agar O'zbekistonda shaxmat ispoqlaridan birini tasavvur qilsak, qaysi biriga mengzagan bo'lardingiz? Shoh.